Ha. Assalomu alaykum aka-uka parvozlar. Mana bugun bitta parvoz akamiz uyiga keldik. Chiroyli bitta bomba obzor qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa sotiladiganlarni aytib o'tamiz video davomida. Sotiladiganlar bo'lsa telefon nomerini aloqaga qo'yib qo'yamiz. O'zingizlar bemalol aloqaga chiqarib gaplasha olasizlar. Akamizda faqat toza zotlar bo'ladi. Bunaqa xani-xuni zotlar yo'q aka-ukalar. O'zingizlar bilib oladiganlar, naqdi takansi oladiganlar aloqaga chiqa olasizlar aka-uka. Unday bo'lsa biz videoni boshladik. Sizlar bo'lsa videoga like bosib qo'yishni boshlashdi. Ketdik. Mana Imperiya Alekseydan kelgan. Katta o'roz ekan. Kilosi qancha aka? 4 kilo 800. 4 kilo 800 ekan o'rozimiz o'z bilinyapti. Puli o'roz aka kelaman. Zotga. Raqamlar deganlar. Aka bu ham sotilaverami aka? Yo'q, bu bolaga, bu tuxumlari sotiladi. Tuxumlari sotiladi aka. Ukalar zo'r makalarga qo'shib bola beradi. Tuxumlardan to'plab beradi akamiz. Mana qizqalarga. Nega qo'yarsa bo'laveradi? Qo'yavering. Ukalar. O'roz. Olib borsa yurib olaman. Nima? Makyollar qanaqa makyollar aka? Ha? Makyollar. Makyollar. Ono Vietnam. Qaysi? Ono. Mana kichkina Vietnam. Toza Vietnamdan kelgan makyonimiz. Ono Imperiya Shamudan kelgan. U nemis. Ha, nemis. Bu Qo'qon makyon. Onasidan-ya. Makyolar bir yo'l olaveradigan. Sigarlarga makyolarni ushlab ko'rsataveradi. Olib qo'yinglar. Qorasini ushlasangiz ushlaveradi. Mana aka-ukalar. Makon zo'rni boqaman deganlarga mana. Tozasi ekan makon. Makon besi katta ekan aka. Besi 4 kilo chiqadi. Besi 4 kilo chiqar ekan mana. Tuxumda ekan makon. Tuxumda makon. Makon tuxumda ekan. Xolasa o'rozimizga qo'shib bola tuxumlardan olib berilaveradi aka-ukalar mana. Makonlar mana bellari ham. Ko'p toza narsalar aka-ukalar mana. Kallalari. Uni ham Imperiyadan olib kelganmiz. Toza nemis. Bu mana Imperiya Shamulardan ekan aka mana aka-ukalar. Mana bellari ham mana ko'p. Kallalari ko'rsatasiz. Aka-ukalar mana. Bu ham 3,5 kilo tepasi narsa ekan aka-ukalar mana katta narsa. Dog'lasa aka-ukalar aloqa chiqsalar tuxumlardan to'plab beradi akamiz. Ana uni zotlardan emas aka-ukalar, toza zotlardan. Ishqiboziga. Mana aka-ukalar bunisi kars makon ekan aka-ukalar. Mana. Bellari. Bu ham toza qon. Bu ham toza qon narsa ekan. Bu ham 4 kilolik narsa ekan aka-ukalar. Mana katta narsa. Tuxumda makon. Makonimiz ham tuxumda ekan mana aka-ukalar. Makonlar sotilmaydimi aka? Yo'q, makonlar sotilmaydi. Tuxumi hozircha tuxum bor, jo'jasi bor. Makonlar sotilmaydi aka-ukalar mana. Tuxumlardan to'plab berar ekan xo'rozlarga qo'shib aka-ukalar. Qanaqa narsalar chiqarib beradi xolos akamiz. O'z zo'r narsalar baqadi aka-ukalar. Akamiz. Mana. Qon tozasini baqaman deganlarga. Mana aka-ukalar. Yurasizlar. Ularda ham tuxumlaridan, jo'jalaridan qilib beramiz. Mana aka-ukalar, bunisi ham kars makonimiz ekan mana. Kul makon. Burasida toza qon aka-ukalar. Kallalarni ko'rib ko'rasizlar aka-ukalar. Kichkina narsalar yo'q ekan akamizda mana. Bu ham 4 kilolik narsa. Hammasini o'zlari kelib ko'ra olasizlar aka-ukalar. Manzil anjomlar qurib mana. Navbat qishloq aka-ukalar mana. Ko'pchilar makon qo'yapti ham. Aka-ukalar mana. Makonni ko'rsatib qo'yasiz. Mashhur o'rozimizga qo'shib bola berdilar. Mana o'roz katta narsa. Cho'ja makonlarchi aka? Bu Germaniyadan toza olib kelgan, cho'jaligida keldi, yaqinda keldi. Bir uka akamiz olib kelgan ekan, 4 ta bizga bittasini podarka qildi. Bu yaponskiy liniya. Bu toza yapon shamol ekan mana. Ko'ribsizlar mana. Cho'ja ekan bu makonimiz aka. Cho'ja makon ekan. Tiniq narsa mana. Ko'zlarini ko'rsatib ko'rasizlar, yaqinlashib. Ko'zlari. Ayaqlar. Qizqallarga kelganmiz. Makon.
zo'r narsaga. Xo'rozimiz mix. Mana aka, xo'rozimiz miksaga. Yaponga o'zimiz mesniladi. Makonlarchi aka? Makonlar Oksana Peterdan kelgan. Makonlar aksana pitirdan kelgan makonlarga mana. Xo'roz necha kilo chiqadi aka, xo'roz? Xo'roz 4 kilo. Qaysi oy cho'jasi bu cho'jam? Bu aprel cho'jasi yoshiga to'lay deb qo'ydim. Cho'jasi yoshiga to'lay deb. Yaponligi uchuncha cho'g'i kichkinaroq bo'ladi. Makonlar yirik bola beradi, ularni yirik chiqaradi. Mana aka, bu Dog'istondan kelgan xo'roz ekan aka, mana katta narsa. Tuli ekan aka u ham. Yoshiga to'ldi. Ha, yoshiga to'ldi ekan mana. Necha kilo chiqadi aka bu xo'rozimiz? 4 kilo 300 chiqadi. Sotilmaydimi aka xo'roz? Yo'q, xo'roz sotilmaydi. Bari bizda hozir cho'jalari bor, tuxumlari bor. Cho'jalar bor, tuxumlar. Tuxumlarga zakazsiz to'plab bera olasizda? Tuxumlarga zakaz bo'lsa to'plab beramiz. Aka mana. Katta narsa ekan. Kilosi 5 kilo bor shekilli. Agar to'lsa 5 kilo chiqadi. Hozir makonda yurgan holati. Katta narsa ekan, bu suyular ham yo'g'on narsa ekan aka, mana. Qo'yarsak, Qo'yib argin. qamab qo'ydim. Aka, mana. Uras. Tana holatda. Cho'jalar tayyor chiqyapti hozir. Cho'jalarni ham sotaverasizmi aka? Cho'jalarni sotaman. Cho'jalarni ham sotilar ekan, aka, mana. Aloqaga chiqib kelishaverasizlar narxini o'z akamiz bilan. Nomerni qo'yib o'tamiz oxirida. 400 lar aka. Kattadan ham dashtat qilib yasab qo'ygan akamiz mana. Xo'rozni haqqi shinavandasi mahna bo'ladi aka. Mana aka, toza привязанный Vyetnamimiz ekan. Oyoqlarni ham yaqinlashtirib ko'rsatdi mana. Turbilchadan aka, mana. Ko'rasizlar, oyoqlari ham tiniq. O'zlarini ko'rsatdi. Kallalarni yaqinlashtirib ko'rsatib qo'y mana kallalar. Aka, tiniq narsa ekan mana. Qiziqlarga aka. Ulardan ham tuxumlardan to'plab beriladi aka, o'zlari aytasizlar mana. Xo'rozlarda ham zo'rlar. Makon yomon xo'roz yo'q aka, bu yerda o'zlar ko'ribsizlar. Toza narsalar aka. Qo'yaveraymi aka? Qo'yaver. Mana. Yerda yurishlarini ham ko'rib borasizlar aka. Bu ham yapon. Mana aka. Kattalarda ham makonlarimiz bor ekan, mana yapon makon ekan bu. Aka, buni. Qiziqlarga. Bu makon qanaqa aka zoti? Bu makon Xitoy o'zicha oryapti. Orqabda jicha. Uni olmay qoldim. Aka, kattalardan dashtat qo'yilgan. Qiziqlar mana aka. Bu makon qanaqa aka? O'zimiz mesniy makonlar. Yoshligida boshi ochilib ketgan. Yoshligida boshi ochilib ketgan ekan, ammo katta makon ekan qiziqlarga. Toza makonlar. Nomer aytmadingiz aka, nomer? Nomer 50lik. 50lik 551 551 5786. 5786 aka, mana aloqaga chiqarasizlar. Akamiz bilan gaplashaverasizlar aka, mana. Aka, shunaqa gaplar mana tog'larimiz aytdi. Aylanib yurishdi mana. Qiziqlar aloqaga chiqarasizlar aka. Toza qolgan narsalar faqat aka. Egarchi hali o'sha narsalar yo'q. Ko'ryapsizlar, zotlari ham toza narsalar. Qiziqlar bemalol aloqaga chiqarasizlar shu nomerlarga. Telefon qilib, tuxumlardan to'plab berar ekan akamiz. O'zlari sotilmaydi. Tuxumlardan, cho'jalardan bor ekan, sotilar ekan aka. Bemalol aloqaga chiqib, egarchilar bezovta qilmasin dedi akamiz. Bekar yaxshi yo'q, ishim ko'p. Rasmiy. Bekarchilar aloqaga chiqmay qorasizlar aka. Nagli danga olaman deganlar aloqaga chiqib bemalol gaplashaverasizlar akamiz bilan. Xolos, aniq narsalar yo'q aka. Telefon qilib bemalol gaplashaverasizlar aka. Videomiz shu yerda yakunlaymiz bo'lmasa, kimga manfaatli bo'lsa like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Xolos, zo'r videolar har oldin kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.